Xo'sh, ko'nglim uning qo'shnisi bizni topib kelarmikan, a? Albatta topib keladi. Do'stini, eng yaqin do'stini qutqaradigan axir. Nima deysan qishloqqa? Biz ham do'stmiz. Uni 10 mingta olmosga sotganimiz yaxshi bo'ldi. Biz boyib ketamiz hali uning do'sti kelsa. Hamma narsani yozib kelganmiding? Xo'sh, ko'nglim. Ha, yozib kelgandim. Yaxshi. Biz endi tashqariga chiqib olaylik. Tashqarida juda yorug' bo'lib ketibdi, ko'p uxlab olibman. Demak, biz hozirda qishloqning oldiga boramiz. Qishloqqa, qayerdasan? Qishloqqa, uyingdamisan? Xo'sh, qishloqqa qani? Xo'sh, bu yerda nima deb yozilgan? Agar qishloqni ko'rmoqchi bo'lsangiz, 10 mingta olmos olib kel. Eski ombor oldidagi sandiqqa solib qo'y. Eshak deyapsan. 10 mingta olmosni men u uchun bermayman-ku. Do'stlar, 10 mingta olmosga qishloqqa arziymidimi? Lekin u meni qo'shnim va do'stim, men bilan qancha videolar oladi desam hazillashaman. Endi birinchisiga tushyapti. Shunda ham zo'rg'a ko'ndirdim. To'xtanglar. Yaxshi. Do'stlar, biz uni qutqaramiz demak. Uning sandig'ida nimalar bor? Izmirod bor ekan, xolos-ku. Xo'sh, nimalar bor? Yana non. Biror narsasiga tegmay qo'ya qolamiz. Baribir ularga olmos kerak. Demak, biz o'zimizning uyimizga borishimiz kerak, do'stlarim. Uni qutqarishimiz kerak baribir. Lekin mayli, 10 mingta olmos ketsin. Undan ko'pini ham berib yuboraveraman. Men serverdan undan ham ko'pini olishim mumkin. Nima uchun ular bunday qilmadi? To'xtanglar, ular mob bo'lishi mumkin. Shuning uchun axir server moblarga bermaydi-ku. Demak, ular mob. Xo'sh, biz 1000 ta olmosni qilib olamiz. Demak, bizda jami 64 kara 9 bo'ladi. 36,550. Demak, bizda 1000 taga yetmas ekan, mayli, unga beraveramiz. Xo'sh, eski ombor esa narigi qishloq tomonda. Narigi qishloqda. Uni ko'rmaganimga ham ancha bo'lib ketdi. Demak, mana shunday qilib ketaveramiz. Qishloqivich, qayerdasan? Bu yerda qayiq yo'q-ku, mayli endi. Xo'sh, qishloq qayerda ekan-a? Qishloqi. Salom qishloqi, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Qishloqlar yaxshimisizlar, do'stlarim? Yaxshimisizlar? Ha, yaxshimiz. O'zi yaxshimisan? Xo'sh, to'xtanglar. Buning orqasida nima bu? Yangi joymi? Bu yerga kirib ko'ramiz. Bunday joy yo'q edi buni menimcha. Xo'sh, bu yerda nima deb yozilgan? Olmoslarni shu yerga qo'y. Mishel boqinyapsan. Eshak. To'g'ri qol. Xo'sh, begonalar kirishi taqiqlanadi. Taqiqlanar. To'xtanglar. Yo'q. Bu yerda qishloq bo'lishi mumkin. Xo'sh, mana shu yerga tushib ko'ramiz. Qishloqivich. Xo'sh, mana shu yerdan yana parkur chiqadi menimcha. Men topaman-ku bittada. Bu tunnellar yoki yerto'lalar bu parkursiz hech nima emas. Xo'sh, mana shunday va mana shunday. Buni qanday ochamiz endi? Xo'sh. Yo'q, richak u yerda ekan. Richak u yerda. Sakraymiz va yana bitta. Xo'sh, sakra. Yana bitta. Sakra. Endi richakni olib olamiz. Boshda ko'rishim kerak edi buni o'zi. Xo'sh, mana shunday. Va mana shunday. O'tib olamiz. Richakni qo'yamiz, bu yerni ochamiz. Xo'sh. To'xtanglar. Bu yerda golem bor ekan. Rostdan ham bu mob yoki bu yerda jitel va ko'rim. Mana senga. Mana. Qilichni
Bizga yaqinlashtirma uni. Mana senga, mana. Mana senga, mana qishloqni o'g'irlagan qishloqi. Yaxshi. Qishloqi qalaysan, yaxshimisan? Tuzuk, tezroq bu yerni sindir, meni qutqar, bu yerga bomba qo'yishgan. Bombani lekin unaqa qilish olmadi, sen kelib qolding, yoqish olmadi. Yaxshi, haqiqiy biznikchi ekansan. Husayn Bolga o'xshaysanmi? Yaxshisan, Ko'p gapirma, tez buni sindirishvor. Men sindira olmayman, qo'lim yetmayapti. Shuning uchun bu yer pastroq qo'yishdi. Mayli, pastagasan-chi. Qo'lim og'riyapti-da. Bahonalaring juda ko'p ekanda, shuning uchun ham seni o'g'irlashganda. Nima deyapsan sen o'zing betomus ofisar? Ofisarlamas, shu yerda tashab ketaman seni. Agar tashab ketsang, senga 7 ta izmirod bermayman. Voy, menda 500 nechta edi? 596 ta bor. Chiq tez bu yerdan. Nimaga meni urasan? Chiqyapman-ku. Ketdik. Qishloqqa yugur tez. Yugur, ular bizni ortimizga kelib qolishmasin. Xo'sh, yugur. Yugur. Xo'sh. Qishloqqa o'zing uyingga borgin, men ham tezroq uyimga boraman. Ular meni ko'rib qolishdi lekin. Tezroq yaxshilab himoyalan. Bu yerda ham golemimiz bor-ku axir. Lekin ularda golem ko'p edi. Yaxshi, ularda golem ko'p bo'lsa ham mayli, biz uyimizni yaxshilab himoyalab olamiz lekin. Xo'sh do'stlar, biz qishloqni qutqardik. Kanalimizga obuna bo'ling va bizga like bosish esdan chiqmasin. Qishloqni keyingi safar o'zimiz yashirincha olib qochamiz do'stlar.